12 asrga to'g'ri keladi. 2 asrning yarmiga kelib cho'qqisiga chiqadi. Bu davrda Abu Ali ibn Sino, Ahmad al-Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy kabi olimlarimiz yashab, dunyo tamadduniga o'z hissalarini qo'shgan. Ustoz, 3-renessansni yaratsa bo'ladimi? Juda yaxshi savol. 3-renessans bu o'zingiz yoshlarning qo'liga bog'liq. Masalan, sen ajoyib she'rlar yozib dunyoga tanilsang, sen esa azizlik, sen buyuk kashfiyotlar qilib dunyoga tanilsang, 3-renessansni boshlab bergan bo'lasan. Ustoz, bizchi biz ham bormiz. Elbek, sen ham sport bilan shug'ullanib, olimpiadalarga chiqsang va g'olib bo'lsang, O'zbekiston bayrog'ini yuksakka ko'tarsang, sen ham renesansga hissa qo'shgan bo'lasan. Mana, Jamshid ham savol tug'ildi. Hurmatli direktor, ko'proq bizning darsimizga tursangiz bo'lar ekan. Hech savol bermaydigan Jamshid ham hatto savol beryapti. Ustoz, tashqariga chiqib kelsam mayli. Jamshid,